ber endi. Jobir, nima bo'ldi? Hozir shoxsanam, shuni qarayapman. Moyi joyida, bilmasam. Nima muammo? Tuzaladiganmi o'zi ish qilib? Menimcha endi tuzalmaydi-yu. Endi nima qilamiz? Katta yo'lda qolib ketdik-ku. Qolmaymiz shoxsanam. Mahallagacha 1 kilometr atrofida yo'l qoldi. Rostdan. Ha, endi surasizmi moshina? Ha, qiyin masala bu. Hazillashdim. Ketdik, mashinani tuzatib qo'yishadi. Zo'r ustalar bor. Xo'p, Kechgacha tuzaladi. Biz piyoda boramiz. piyoda bo'lamiz. Ketdik, yaqin. Mayli, ketdik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidamiz. Paxtakor mahallasidamiz, shoxsanam. O'sha men eshitgan Paxtakor mahallasimi? Avval paxta ekilgan demoqchisiz? Yo'q, hozir bilasizmi, bu yer sabzavotlar bilan to'lib toshib yotibdi. Bir tomonda chorvachilik, bir tomonda parrandachilik. Xullas, mahallada yangiliklar ko'p juda ham. Lekin mana shu mahallaga sayohatimiz yomon boshlanmadi. Sarguzashtlarga boy bo'ladigan o'xshaydi. Albatta, boshlanishi yomon emas. Keng dalalarda inson o'zini boshqacha his qiladi. Xuddi shunday. To'xtang, shoxsanam. Mahalla raisiga telefon qilsak. Assalomu alaykum, rais buva. Salomatmisiz? Biz mahallaga yetib qoldik. Qayerdasizlar? Kurka? Kurkani oldida ekanlar. Ha, yo'l ustidamikan? Yo'l ustiga chiqing, rais buva, yo'l ustiga. Ha, shu atrofdamiz. Ana. Shu yerdamiz. Ketdik. O'zi oz qolibdi-yu. Ha? Rais buva, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Omonmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Tuzumsiz? Yaxshimi? Mahalla ertaga qali. Rahmat. Bizga mahallangizni ko'rsatasizmi? Albatta, marhamat, keling, mana mahallamizga aylaning. Bugun biz O'zbekistonning eng chekka qishloqlaridan birida yashayotgan odamlar hayoti haqida hikoya qilamiz. Paxtakor mahallasi. Bu yerda tong otishi o'zgacha. Odamlar juda erta uyg'onishadi. Aslida baraka ham shunda-da. Mahallamizda mana ayollar daftari ikkinchi bosqichda turadigan Hazrat Qulova marhumaning xonadoniga kelyapti. Bu tadbirkor Kurkalarni, arang kurkalarni. Mana shu kurka boqyapti hozir. Zo'r-ku. Birinchi marta tashkil qilindimi bu? Birinchi marta tashkil qilinishi. Natija qanday endi? Natija, Xudoga shukr, hozir juda katta natijani ko'zlab turibmiz. Mahalla xodimlarimiz bilan Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Kutilganidek bo'ldimi natija? Bo'lyapti, xudo xolasa. Ha, qiyinmas ekanmi qarash? Yo'q, qarasa, bizni sharoitda ham boqsa bo'lar ekan. Ertalab nechida turib qaraysiz? 4:30da kelamiz oldinga. 4:30? Bolalarimizga ham Buyurgandan Odamlar 7-kunda ko'rib yotadi shaharda. Kechasi ham soat 1da, 12da ham xabar olaman, ko'rib ketaman. 2 soatda bir xabar olib ketaman. chaqaloqdek gap ekanda. Shunday, ha, bolalarimni qanday katta qilganimsa, ularga shunday katta qilyapman. Nechtadan boshladingiz? 140 topib keldim. Kilosi nech puldan endi kurka go'shti? Bozor narxi 60 ming, 70 ming, o'tin topshirish 50 ming. Bu necha kilo bo'ladi buning go'shti taxminan? 30 kilodan 40 kilogacha bo'ladi degan, agar ko'proq boqsa. Kamida hozir bittasi 1,5 million chiqarganda. Xudo xolasa boqsa, oxirigacha Yaxshi boqsa-da. Oho, zo'r. 100 tasi 150 million. Mana mahalla, qo'ni-qo'shni, aka-ukalar yordam berishyapti. Qarang, joydan oqilona foydalanilganda. Avval nima ekdinglar bu yerga? Bu yerda pomidor, bodring bor edi. Donidan, yemidan ozroq yerdamiz, o'zimiz yetishtirib, o'zimiz tayyorlash niyatida bo'lganimiz uchun makka ekdik. Qarang, dona o'zidan bo'ladi, ancha arzon bo'ladi-da. Hokimiyatdan Abdullajonga rahmat aytaman. Undagan harakat qilgan, boya qo'rqmang, biz bor, yordam beramiz. Daldada eng asosiysi dalda. Ko'proq yonimda turdi. Boyovutda misol uchun samarasiz tajriba. Nima sababdan? Chunki erta bahordan ochirilgan jo'ja dekabrgacha boqiriladi, 7 kilo, 6 kilo jo'ja. U boqqanda natijasi juda ham kam bo'ladi. Internetda ko'rdim, Big 6 indugi juda zo'r samarali bo'ladi. 80 ta xo'jalikka hammasiga joriy qilamiz. Demak, tajribadan, sinovdan o'tdi. Endi ko'paytirasiz. Shuni ko'paytiramiz. Va ko'pchilik yoshlarimiz ham, qo'ni-qo'shnilar ham buni ertaga sotish jarayonini ko'radi, kutib turibdi, ha, kutib turibdi. Ertaga sotib, boyagi 100 million, 90 million pulni qo'lga olganini eshitgandan keyin albatta ularning ham fikrlashi, doirasi albatta o'zgaradi. Katta rahmat, salomat bo'ling. Barakangiz bersin.
shaharda ayrim odamlar avtomobilni ko'z-ko'zga ham haydashadi. Paxtakorda esa bunday mashinalar xo'jalik uchun tayyor yordamchi. Rais bilan keta turib biz mahallaning yosh tadbirkori Bahodirning ishi ustidan chiqdik. Asal shundoq ham har jihatdan foyda, lekin uni qayta ishlasachi, daromad bir necha bor oshadi. Jobirbek mahallamizda noodatiy tadbirkorlarimiz rivojlanganda yoshlarimizdan mana Bahodir degan bir yosh tadbirkorimiz xonadoniga kelib kelyapmiz. Bu yerda mana shu asal yuklayapti. Endi asalachilik bilan otasi shug'ullangan. Bir ko'rsalar xursand bo'lardi albatta. Marhamat. Asalni yuklayaptilar shekilli. Hormang. Bahodir, salom alaykum. Shuni taqib qo'yaman. Asallar yuklayapti. asallar yuklayapmiz olsin. Katta mashinasi mana hozir qolganini tushunib. Qimmat mashinani qiynab qo'yibsiz u. Tirikchilik orqasidan biznes orqasidan kelyapti. Qiyinchiligi yo'q buni. Ular bozorlarga, do'konlarga, davlat tashkilotlarga beryapmiz. Bahodir, oldindan asalari boqasizmi endi? Bu odamlar oldin boqishgan. Hozir ham boqyapsiz. 780 taga oilamiz bor. Shu o'zimizdan chiqqan tabiiy narsani xalq qilishyapmiz. Qancha chiqadi oyiga masalan? Deylik, 1 tonna, 1,5 tonna ana shu atrof. Zo'r-ku, bu qancha daromad degani? Endi hozir taxminan 50-60 million topshirsa, oyiga 1 tonnasi 1 oyda. Yomon emas. Albatta, shuning uchun uylar joylarni qildi, mana mashina oldi. Uylarni mana ta'mirlashlarni olib boryapti. Qolaversa, yana chorvachilik bilan o'tadi. Qoramollari bor, mana o'tib ko'rishingiz mumkin. Qo'ylari bor. Qayta ishlash qachondan boshlaysiz? Bu ideya qayerdan keldi ideya? Buni endi Toshkentda ko'rdim. Upakovka qilib chiqarayotgan ekan. Qadoqlar. Qo'yiladi, putovlar. Putovka qadoq qilib chiqaryapmiz hozir. Seximizni bir ko'rsatib, mehmonlarga bo'lib, mahallamiz. Marhamat. Qani? Juda qiziq bo'lsa kerak. 20 metr kvadrat joydan oyiga 50 million kelib tursa, nima dedingiz, a? Mahalladagi asalchilar esa bozor qidirib o'tirmaydi. Mana sizga aytgan apparatimizni, asalni quyib, yog'ini mashinani o'zi boshqaradi. Hammasini upakovka qiladi. Kichkina, xona ham juda katta emas. Lekin shuncha daromad, shuncha mahsulot ishlab chiqarilyapti. Bahodir, faqat o'zingizlardan asal yo rais bu? Yo'q, mahallamizda hozirgi kunda 11 ta fuqaromiz asalchilikda shug'ullanadi. 11 ta xonada. 11 ta xonada. Ko'plari mahsulotni olib kelib topshiradi. Bu yerda qayta ishlaydi. Bahodir Paxtakor brendi chiqyapti-da endi. Shunaqa, Paxtakor brendi. Zo'r. Shu paytgacha asalarichilar nima qiladi? Chiqargan. Oldin asallarimni juda ham qiynalgan. Oldingi paytlarda mana shu tadbirkorlarimiz, asalchilikda shug'ullanganlar hammasi olganda bozorga sarson bo'lgan. Sotamay yoki qaysi bir savdogarlarga arzon narxda qarzga ham berib ketib, pullarni olmay qiynalgan paytlari ham bo'lgan. Lekin hozirgi kunda mana shu yosh tadbirkorimiz mana shunaqa ishlarni amalga oshirdi, qadoqlash. Bundan keyin bizda asalchilikda shug'ullanadigan fuqarolar ko'paydi. Qiziqish ko'payganda. Mahsulotga ega bor. Sotib oladigan inson. Qo'ni qo'shnilarni, bekor yurgan bolalarni o'rgatyapti. Boshqalar ham bundan o'rnak olib, albatta bu rivojlanadi. 1 tonna, 1,5 tonna atrofida sotaman. 4 ta qo'lda ishchi bor. Kilosi bu kilolarda? Kiloda. 50 ming so'm. 50 ming so'm sotadi. Bir oyda daromadi qancha dedingiz? 50 million. 50 million. Ishlash jarayoni hozir ham asalimiz bor. O't tashqarida kompressor o'tda havo haydab beradi. Yo'llardan asal keladi. Mana bu yoqdan asal kelyapti. Butun upakovka qilib. Mana tenda tayyor yoqib beradi. So'rklari, hamma yoqlari bor. 1 tonna 800 tonna upakovka qilib beradi. 1 tonna 800 kilo upakovka qilib beradi. 3 tonnaga yaqin. O'zini kuchiga qarab, inson kuchiga qarab, so'sini ko'taraveradi. Hozir minutiga 50 ta upakovka qilyapti. Ko'rsatib turadi. Ko'rsatib turadi. Bu o'zi texnologiya qancha turadi o'zi? Buni 3800 dollarga olganmiz. 4 yil bo'ldi deysizmi? Chiqib ketdimi xarajatlari? 5 oyda chiqib ketdi bo'ldi. 5 oyda. Xarajat. Ko'chada naq 45 gradus issiq. Bahodir shu issiqda yangi biznes uchun bino quryapti. Qo'y boqishga mo'ljallangan bu joy bir haftada bitar ekan.
Motor, ovoz bor-a? Ketdi. Bahodir, nima bu uy quryapsizmi bu yerga? Katta qilib o'rab qo'yibsiz. Yo'q, bitta qo'chqorlarga emlashga sharoit qilyapmiz. Qo'chqorlar ham boqasiz. Ha, qo'chqor bor. Nechta ovozi bor? 50-60 qo'chqorimiz bor. 60 ta. Qo'ra qilib joy qilyapmiz qurishga. Aha. Asal bilan to'xtab qolmagansiz. Yo'q, yo'q. Chorva bor mana. Chorva bor. Nechta bor bu? 5-6 sigirimiz bor. Qattiqsiz o'zinglardan. Ha, o'zingiz. Bahodir, o'zi necha yoshdasiz? Men 26 yoshda. Necha sotix keladi uyingiz? 15 sotix. 15 sotikda mana oyiga 50-60 million daromad asaldan kelyapti. 60 ta qo'y. Uxlamas ekansizda Bahodir. Shu sharoit beryapti-yu, rahbarlar. Qilishimiz kerak, ishlashimiz kerak. Albatta. Nechida turasiz, to'g'risini ayting ertalab. 6da turamiz. 6da. Ha. Keyin nima qilasiz? Endi mana shu oyga qaraymiz. Soat 9da apparat ishlatib boshlaymiz. Asallarni ham boqasiz. Da. Ertalabda qaraysiz, bularga ham qarab kerak. Mehr Ularga kerak. ha, ertalab qaraymiz, obedda issiqda ko'proq qaraymiz. Endi issiqda qarash kerak. Ularga Nimaga? Salqinda. Aynan issiqda. ular obed mahali issiqda ishlashga chiqadi. Ko'proq Ha. ishlaydi, chaqmaydi, hech kimga ozor bermaydi, ko'proq shunaqa paytda obedda qaraladi. Asal lekin gap bo'lish mumkin emas. Haqiqiy. Juda ham ishlab. Tarbiyasi. Yoshlar o'zi nima qilib o'tiribsizlar? Mana bekor o'tirmanglar. Ko'ryapsizlarmi 26 yoshda oyiga tonnalab asal, 50-60 million daromad, chorva, qo'y, mol, sigir boqyapti. Yosh mana yigit. To'g'rimi Shohsanam, nima deysiz? Bir yigitga 40 hunar oz deyishadi-ku, mana Bahodir shuni isbotlab turibdi o'zini xonadonida. Tinmaslik kerak, ishlash kerak. To'g'rimi rais Yosh bola? bo'lishiga qaramasdan, qarang, nechta bolalarni ish bilan ta'minlayapti. Qon qaynash kerak. Yoshlar 2-3 kechasi telefon o'ynamanglar. Nimaga bu ko'rsatuvni qilyapmiz? Nimaga mana bu qahramonlarni ko'rsatyapmiz? Qonimiz qaynashi kerak, ishlashimiz kerak, uxlamaslik kerak hozir. Mana 15 sotikda qancha daromad qilsa bo'ladi? Qancha joyinglar bo'sh turibdi ko'rsatuvni. Maqsadi ham shu-da o'zi aslida-da, to'g'rimi Bahodir? To'g'rimi? Namuna qilish kerak. Qanchada bitirasiz mana shu yerda? Ayting. Bahosi bir haftada bitadi. Bir haftada shu yerda bitiraman deyapti. Ko'ryapsizmi? Rostdan bir haftada. Necha kishi ishlayapti? Hozir 8 kishi ishlashyapti. Qo'shimcha ish o'rni degani, masalan, 60 ta qo'y yana nechta qilasiz? Ko'paytirasiz. 100 taga yetkazamiz. 100 taga, bu yil o'zida 100 ta. Keyingi yilchi. Rejasi 300 taga maqsadimiz bor. Ko'rdinglarmi? Rais bu pulga urishtirish kerak-da hozir, to'g'rimi? Albatta, chorva bilan, mana shu asal bilan, mana shu qadoqlash bilan topayotgan daromadiga qilyapti. Osmondan tushgani yo'q. Osmondan tushgani yo'q. To'g'ri, daromadiga qilyapti. O'rnak olish kerak. O'rnak Harakat qilish kerak. Xorijga borib ishlab pul topolmay sarson bo'layotganlar nechta. Lekin mana yoniga kelib ishlayotgan bolalar hech qaysi xorijga ketgani yo'q. Xursand bo'lib birga ishlayapti. Qishlog'ini brendini yaratyapti. Ertaga yana 3-5 yildan keyin qanaqa nechta mahsulot ishlab chiqaradi. Qarang, ukajonim, qarang. Bayovut tumanining eng chekka mahallasi. Eng chekka. Eng oxirgi hududimiz biz. Ular albatta siz aytmoqchi bo'lganim mana shu Bahodirdan o'rnak olish. Yoshlarga maslahatimiz to'xtash kerak emas. Oldiga harakat qilib, tinmasdan ishlash kerak, harakat qilish kerak. Keyin 1-2si bo'ladi-da, to'g'rimi? Shunaqa. Katta rahmat, Bahodir. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Ishlaga omad. 300 ta qilasiz. Xudo xolasi. Keyingi. Xudo xolasi. Albatta yana bir Baraka kelasiz. bersin. Kelamiz Shohsanam. Albatta. Eson aka, bu mahallangiz tinchmagan odamlar ekanda. Albatta. Men mana hozir bitta xonadonga olib kiraman. Aha. 74 yoshida ham hali ko'rsangiz u kishini 60 yoshda edingiz. Mana shu namuna bo'ladi. Mana shu hali ham chorva bilan shug'ullanadigan, sigirlar boqadigan, parranda boqadigan odam. Hozir mana marhamat Harakatda. 74 yoshda demaysiz. Ko'rdinglarmi hozir mana? Chaqiring. Shunday 74 ga kirgan otaxon nimalar qilib tashlayaptilar hozir ko'ramiz. Ket. Albatta. Marhamat. Nariman aka. Mana shu odamni ko'ryapsizmi? Yosh. Salomatmisiz? 74 yoshga kirgan deysizmi? Assalomu alaykum. 74 yoshga Shuni o'xshamaydi. taqib qo'yaman, keling. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, xudoga shukr. Nariman aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Durustmi? Nimalar qilyapsiz? To'g'risini ayting hozir. Kunni issig'ida. Dam issig'ida. Aha. Ya bu kishi juda ham nima? Kamtar insonda. Qilgan ishlarini ko'ring, o'zimiz baho berasiz. Nariman aka ko'rsatasizmi? Marhamat. Ket. Qishloqda yashashning zavqi boshqachada. Odamlar boylikni oddiylikda ko'radi. Masalan, Narimon otaning xonadonida naq 1 milliard so'mlik chorva bog'langan. Xonadonni poplabsiz. Nima ekansiz Narimon aka bu yoqda? Hamma narsa bor agoratda. Qoyil qoldim borku, mana buni salqinligiga qoyil qoldim. Bu salqinda mana 42 daraja issiq, lekin hovli salqin zo'r. Hech qanaqa konditsioner ham kerak emas. Shunday salqin joy. Boplabsiz lekin. olmalar tushyapti mana Mana gullar, Oho, ana. mana olmalarni qarang. Shohsanam o'zi bering. Voy yashang. O'zi ham g'arq pishibdi.
Rahmat. Bu chorvaga yemmi endi bu? Bu haligi pomidorga soya. Mana shu soya pomidorni yashash umrini uzoq qiladi. Issiq qilib, bilasizmi, mana pomidor sarg'ayib qoladi tepasi. Sap-sariq bo'lib. Ham tayyor chorvaga yem, ha? Keyin chorvaga bo'ladi. Chorvadan nechta endi? Xudo xolasa ko'rasizlar. Bundan tashqari allaqancha sotiq tomorqa ham bor. Lekin kamtarlik, samimiylik, mehnatkashlikni Narimon ota va uning oilasi o'ziga hamroh qilgan. Narimon aka, bu nechta bular? Axir, buncha ko'p. Mana ko'ribsan-a, 10 ta. 11 ta bu yerda. 11 ta bu yerda. Ma bolachalarchi? Bolachalar 6 ta. 6 ta. Bu yoqdachi? 5 ta sigir bor. Ha, 11 ta, 22 ta turibdi. Mana shu yer o'zida. Narada yana 3 tasi bor. Yosh mollar ham bor yoqda. O'zi ham ekib tashlabsiz chorvani. Chorvani ekib tashlagan. 25 ta bo'lsa, 1 milliardga yaqin pul turibdi bu yerda. Xudoga shukr aytganingiz kelsin. Nech pulga berasiz mana shuni? Nech pulga bermadingiz? Hozir 128 dan 18 dan so'y olyapman. Qancha chiqadi taxminan ayting? 100 ga yaqinlab qoladi. 100 millionlik buqa. Zo'r-ku. Sigirlarni sog'asiz. Narimon ota, yoshingiz nechida? 70larda. 74 yoshda. Hammasiga o'zingiz qaraysizmi? Ertalab o'zim qarayman hammasiga. Hammasiga. Nazorat o'zingizda. Zo'r. Bunisi zotdor shekilli-ya. Bu haligi Grifordmi shunaqa? Griford. Qolmaydimi? Yo'q, berma, chiqib qoladi. Qilib qoladi. Qanchaga oldingiz buni? Qachon oldingiz? Bultur kuzda olingan bular. Kuzda. Ekovi. Bu bilan bu. Ha. Nech pulga oldingiz? 52 millionga olingan. Bittasini hozir nech pulga berasiz? 70-80 ga borib beravergan. 80 milliondan. Ikkalasi. Yo'q, har bittasi 80 million. 160 million. Bu kishiniki bir yilda 100 million tashlayapti, kamida. Bitta tomoni bor, bu kishi hamma molni ham sotib olavermaydi. Ha. O'zini mana sigirlaridan tuqqan bolalari bor, novvoslar, mana bu yoqdagilar. O'zimizdan chiqqan bor. Ha, yoqda 5 tani 85 millionga olib berdi bultur kuzda. Hozir nech pulga oladi? 85 millionga olibsiz 5 tani. Nech pulga oladi? Hozir ham donasini nech puldan berasiz? 50 million bo'ladi-da. Bittasi. bittasi. Qanchaga olindingiz? 85 million. 85 millionga 5 ta olingan buqa bugun har biri 50 million so'mdan aylanyapti, ya'ni 250 million so'm bo'libdi. Lekin buni o'zi bo'lmasa kerak, aka, bu qarash. O'zi bo'lmaydi. Mehr kerak. Mehr kerak. Ertalab turib yem pishiraman. Ha. Nechidan turasiz? 4da turaman. 4da turadilar. 4da. Aha. 4da turib mana yem pishiraman. Yo'qda qozonlari ham bor. Mana hammasining tog'orasi bor. Tog'orasiga qo'yib, har qaysini oldiga beraman. Ha. Hammasini taniysiz? Ha, hammasi. Gaplashasiz? Ha, gaplashamiz. Mana ikkitasi egizak, mana nari. Katta bo'lish bilan bog'laysiz. Bog'laydi, ha. Yana buqa bo'ladi. Ha, klaster. klaster. Xonadonda klaster eshitdinglarmi? Siz Tengqulli Narimon aka choyxonada o'tiribdi-da. Mana shu choyxonada. Qayerga ham choyxonadan berdi? Yeri bor, shundoq tashab qo'yganlar ko'p-da. Nima deysiz Narimon aka shularga? Mana shu mehr berib qarasang mana shunday. Harakat qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Ko'rdinglarmi, harakat qilish kerak-da. Bu mehr bilan qaragandan keyin mol ham sevadi. Qarangda, oilada nevaralar bor, farzandlari bor. Albatta buni ijobiy ta'sir bo'ladi. Farzandlarga. Meni otam 80 yoshida, 90 yoshida chorva qilgan deydi. Men shuni farzandiman deydi. Men ham harakat qilishim. Ular ham qiladi. Mana meni onam 93 yoshda tomorqada ishlagan. Tomorqada. 93 yoshgacha tomorqada ishlagan. Mana shu harakatchan bo'lish kerak. Mana shunaqa odamlarda bittasi mana shu odammiz. Harakat qilinglar, umringiz uzoq bo'ladi. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Charchamang qarashdan. Rahmat aytganlaringiz kelsin. Xudo xolasa biz ham o'rganamiz sizdan. O'rganinglar. Rahmat, sog' bo'ling. Sog'ib ko'raymi? Voy, yana o'sha gap. Shohsanam sut sog'ishni bu safar ham uddalay olmadi. Lekin Feruza opaga yaxshi suhbatdosh bo'ldi. Feruza opa? Necha litr sut sog'asiz kuniga? 20-25 beradi. O'zingiz sog'asizmi? O'zim bir xilda o'sinim kelib sog'ishadi. Shetda kalamiz. Necha yoshdasiz? 43 yoshdaman. O'xshamaysiz. Qaysi birini ko'tiraman? Qaysi birini sog'amiz endi? Birinchisidan boshlaymiz. Qani? Qanday ish boshlaysiz? Bunday qilib o'tiramiz. Sal oyoqlarini ko'taradi-da bular. Erkalik qiladi-da.
sog'amiz. Mana shunday qilib. Kuniga necha soat vaqtingiz ketadi endi sigir sog'ishga? Zog'i bilan 40 minut, 35 minut ketadi-da. Bitta sinab ko'rsam bo'ladimi? Sog'asizmi? Begonashiramaydimi? Endi bilib bo'lmaydi bular. Oyog'ini ko'tarish ham mumkin. Boshini ham cho'kib qo'ymaymizmi? Sog'ib ko'raymi? Qo'y, sog'mayman. Sog'may qo'yaver. Ertalab nechida turasiz? Ertalab soat 5 da turamiz. 5:30, 15 kam 6 gacha sigirlarni sog'ib olamiz. Undan keyin ularni pishirib, joylashtirib, qattiq nimalar qilamiz, kasha pishiramiz. Hovli supur, bu-yoqni yig'ishtir. Shu bilan soat necha bo'ladi? Soat 7:30 bo'ladi. Keyin hammasi maktabga, bog'chaga ketishadi. Eshitdinglarmi? 7:30gacha hamma ishni tindirib, joy-joyiga qo'yib, bolalarni bog'chaga ham kuzatar ekanlar. Baxt nimada deb o'ylaysiz? Baxt shu oila, farzandlar, tinchlik. Feroza opa, siz ham turmush o'rtog'ingizga mana bunaqa telefon olib bering, mana bunaqa ko'ylak kiygim kelyapti deysizmi? Yo'q, unaqa aytmaymiz. Aytmasak ham o'zlari bilib turib olib beradi. Shu soat 10 gacha uxlab yotadigan kelinlarga nima deysiz endi? Endi soat 10 gacha uxlaydigan kelinlarga kechqurunlari kamroq telefonda o'tirish kerak, mehnat qilish kerak. Farzand tarbiya qilyapsiz, nimaga e'tibor berasiz? Talab haqli turg'izib, o'rgatib, yugurib kelib biz ham sigir sog'amiz deydi, qiziqishib. Ko'nikma yaxshi-da, to'g'rimi? Shunday. Ertaga qiynalmaydi, har qanday holatda, har qanday sharoitda. O'rganadi. Rahmat. Endi bu sutni qayerga olib boramiz? Sutni olib borib, pishirib, qatiq qilamiz. Ichishadi bolalar. Ortgan sut qatiq esa qo'shnisi Nargizanikiga olib boriladi. Qishloqdagi barcha chorva boqadiganlarning ham bozori shu xonadon. Shohsanam, yeb ko'ramiz. Qani? Zo'rku? Ta'miraydi va gap bo'lishi mumkin emas. Bayotda eng mazali qurtlar mana shu xonadonda qilinar ekanda. Albatta. O'zingiz qilasizmi? Ha, o'zim. Qayerda tayyorlanadi bu? Xonadonda o'zida. Nechta qilasizlar? Kuniga 100 kilo chakkidan tayyorlaymiz. Talab demak bor. Bor, talab bo'lishi. Bu qancha daromad degani? Kuniga? Kuniga 400-500 ming atrofida daromad bo'ladi. O, zo'rku, necha kishi ishlaydi? Turmush o'rtog'im tozalashib turishadi. Keyin bitta ishchimiz bor. Ish o'rnini ham yaratibdilar, eshitdingizmi? Zo'r. Ichkarida, yuring ichkarida. Ichkarida. Birga bir tayyorlab ko'raylikchi. Qanaqa ekan? Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin ekan. Bir qarashda oddiy tuyulgan qurt tayyorlash jarayoni menga ancha buncha qiyinlik qildi. Bir savatdagi qurtlarning deyarli yarmini qayta ishlashga to'g'ri keldi. Pul keladiganga o'xshayapti. Kiloga topshirasiz? Qanchaga? Yoyish kerak. Ahvol. Daryolarga yoyish. Juda ajoyib ekan-a? Kayfiyat berar ekan, kayfiyat. Uni har biri necha puldan sotiladi? Biz kiloga topshiramiz. Hozirgi chiqarayotganimiz donasini 700 so'mdan topshiramiz. Bozorda lekin 2000 kam sotilmaydi. Apparat ajoyib ekan. Qayerdan olib kelingan? Apparat Vodiydan kelgan. Avval nima bilan shug'ullanardingiz? Avval qo'lda qilardim. Qo'lda tayyorlardingiz, ha? Qo'lda tayyorlardik xuddi. Bu ancha oson-a? Ishimiz osonlashdi. Ishlab chiqarayotgan mahsulotimiz miqdori ko'paydi. Avval qancha tayyorlardingiz qo'lda bir kunda? Haftasiga 50-60 kilo topshirardim. Tayyor qurt. Bugunchi? Haftasiga 200-300 kilolab qilamiz. 200-300 kilo haftasiga. Haftasiga. Zo'r. Juda tez ishlab chiqarar ekan-a? Soatiga idishlar to'lib qolyapti. Soatiga maydani 50-60 kilogacha chiqaradi. Kattani 100 kilogacha chiqaradi. Endi tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan ayollarga maslahat berasizmi? Ro'zg'orim shuni orqasidan oilaviy ehtiyojlarimizni bemalol o'zimiz qondiramiz yordamda. Bu mahsulot qayerdan olib kelinadi? Asosiysi mahallamizdan. Mahalladagi sut qatiqchi ayollarning bozori tayyor ekanda. Bozorga ko'tarib chiqishmaydi. Zo'r.
Havas qildim to'g'risi. 3-4 yil qo'lda qilganman. Apparatni reklamasini ko'rib qoldim. Hokim yordamchimizga bordik, murojaat qildim. Ayollarga imtiyozli kreditlar borligini aytdi. Kredit chiqarib, apparatni dekabrdan boshladik. Xarajatlarni qopladimi? Kreditlarni to'layapsizmi? Kreditlarni to'layapmiz, xarajatlarimizni qoplayapti. Avvallari paxta dalasidan beri kelmagan mahalla ahli guvohi bo'lganingizdek, bugun tadbirkorlikning turli yo'nalishlari bilan band. Bir vaqtlar oq oltin deb atalgan paxta siyosati odamlarning kosasini oqartirmadi. Bugun bu dalalarda aholi daromadli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ekib, yaxshigina foyda ko'rmoqda. Mahalla raisi bizni yuqori daromad qilayotgan aholining issiqxonasi tomon boshladi. Mana shu xonadonda ham kambag'allik reyestrida turardi ushbu xonadon. Mana shu hokim yordamchimdan birgalikda o'rganib, oilani mahalla yettligimni o'rganib, mana shularga imtiyozli kredit berdik. Oldin nima ekishgan rais? Oldin огородdan samarali foydalanmagan. Quruq огород joy tomorqa ekkan. Bu darajada daromad ko'rmaganda endi. Necha sotik keladi? Bu yerda hozir 10 sotik bor. Bu yerda 10 sotik joyi bor. Buni qurib berdinglar. Ha? Mana hozirgi kunda kreditdan qutulib, daromadga chiqib, mana foydalanib yotdi. Qanchada mana shu rais bova qanchada kredit o'zini oqladi? 1 yilda. 1 yilda? 1 yilda. Keyingi yil daromad o'zini. Keyingi yil daromad o'zi. 1 yilda. Zo'r ekan. Faqat ozgina mehnat qilish. Bu ham yosh oila. Mana alohida ro'zg'or bo'lib chiqqan. Mana sekin-sekin daromadga kirib, kengaytirish. Maqsadi yana kengaytirish. Yana qurib berasizlar. Ha, xudo xolasa, o'zini hisobidan ham quradi endi, kerak bo'lsa. Bu kredit olish ham shart emas. Yiliga 2 sotikdan qo'shib olsa, 2 yil yana 5 sotik joyni qo'shadi. Undan tashqari yana boshqa xonadonlarni ham olib borib ko'rsatish mumkin. Bemalol ko'rasiz. Mana ertaga qishda noyabr, dekabr oyida kelsangiz, ko'pgina xonadonlarda ko'katlar ekilgan bo'ladi, har xil. Hamkasbim Shohsanam hozir uy egalari bilan suhbatlashyapti. Suhbatdan so'ng yana mana shu tajribani davom etamiz. Nechida turasiz ertalab? Ertalab 5, 6. Erta tongda terasiz. Yo kechki salqin. Zo'rda, mana qarang, uy bekasisiz, bolangiz bor kichkina va mana issiqxona qilib, daromad ham ko'ryapsiz. To'xtab qolganingiz yo'q, mehnat qilyapsiz. Telefon to'g'risini aytsam, endi ishlata boshladim. Kechquruni bilan telefonda o'tiradigan ayollardan emasman demoqchisiz. Yo'q. Telefon bolalardan ortib, ozroq endi menga damiga, yo biror nima kerak bo'lsa, kiramizda. Qo'shnilar bilan suhbatlashi? Qo'shnilar bilan suhbatlar bo'ladi. Biznes haqida. Biznes haqida ham bo'ladi. Hashar kerak bo'lsa, yordam kerak bo'lsa chaqiramiz, keladi. Mehr-oqibat kuchli ekanda. Shunday. Dehqonchiligimiz ko'proq tergan kunimiz bo'ladi. Olib chiqib beramiz. Senda bari, menda yo'g'i almash bo'ladi-da. Tomorqasi katta bo'lib, lekin o'zi mehnat qilmaydigan, dankasa, 10 gacha uxlaydigan ayol qizlarimiz bor-da. Ularga nima degan bo'lardingiz? Ularga shu uxlab, uyquda hayotlarini, yaxshi davrlarini o'tkazib yuborishmasin, armonda qolishmasin deyman. Hozir erishib olish kerak. Ha, mehnat qilsalar, qaraganda shu qilgan mehnatlar rohati keladi-ku. Mehnat qilgan hamisha ko'karadi, hamisha daromad topadi. Mehnatdan hech kim kam bo'lmaydi. Yosh bolam bor deb bahona qilib yotsa, hammani kuni o'tib ketaveradi, lekin o'zi mehnatga tushgandan keyin yoniga bolalari ham mehnatga tushadi. Ota-onani qiynalib pul topayotganini ko'radi. Oson emasligini tushunib yetadi, vaqt soati bilan baribir o'shansani tushunadi farzandingizda. Keyin sizni qiynalib topganingizni ko'rib, pulni sal qadrlashni o'rganar balkim. Asta-sekinlik bilan o'qishim kerak ekan deydi. Shuning uchun bolalarimni yonimda olaman, mana shu ko'ringlar. Qo'lida ish kelmasa ham yonimda yuraveradi. Nimanidir qiladi, ikkita o't yulsa ham, ikkita mevani uzib bersa ham, o'sha mehnat bo'ladi. Hayotingizdan mamnunmisiz? Xudoga shukr, mamnunman. Dardim yo'q. Kuchim bor, g'ayratim bor, mehnat qilyapman, baxtliman. O'zbekistonda yashayotganimdan, shunday yurtboshimiz borliklaridan, xalqiga mehribon, juda ham xursandman. Men ularga juda katta rahmatlar aytaman. Qo'llab-quvvatlaydilar-da hamisha. Jaloliddin aka yerni tindirmaydi. Uni tilini yaxshi bilgan tomorqachilardan. Qarang, isitish tizimi bo'lmagan issiqxonada ekinlarni yiliga 3 marta almashlab ekyapti. Bir oyda 50 million foydada. Jaloliddin aka lekin tindirib yuboribsiz. Issiqxona, men qoyil qoldim. Ne sotik bu? 20 sotikda, 10 sotikdan ikkita 20 sotik. 20 sotikda bodring. Ha, bodring. Qanaqa sorti bu? Yeb ko'raman. Mayli, bemalol, osh bo'lsin. Istanbul degan navi bu. Istanbul. Hosildorligi yaxshi ekan buni. Haqiqatda shirin. Juda ham shirin ekan ta'mi. Oilaviy byudjetga yaxshi yordam bo'lyapti. Buni
Qachon ekiladi Jaloliddin aka? Yil bo'yi 2 marta ekamiz. Erta bahorda qaysi oyda? Erta bahorda aprel, mart oyida ekamiz. Shu bilan keyin iyul oyida yangilaymiz. Shu bilan keyin kech kuzgacha. 2 marta almashlaysiz. Qishdan berasiz. Qishda jelin sepamiz. 3-ekin ham bor. 3-ekin bor. Qarang. Ko'katlar ekishadi. Ko'kat ekamiz. Mavsumga. Lekin rosa ham shirin ekan. Yana bitta olaman. Bemalol osh bo'lsin. Yerni tindirmas ekansizda, shu jonni sug'urib olar ekansizda Jaloliddin aka. Yerga oziqasini beramiz, foydalanamiz. Hosilni olamiz, oylarga daromad. Nimaga almashlab ekasiz? Endi almashlab ekish kerak aslida, dehqonchilik qoidasi shunday. Almashlab ekish. 2 kunda bir teramiz. 2 kunda bir. 3 kunda bir terilar ekan qancha? 4 kilo 500 kilo teramiz 2 kunda. Yarim tonna. Bir haftada 1,5 tonna. 3 marta teramiz. 1,5 tonna yesa ekanda. Shunda 6 tonna oyiga. Ha, endi shunday ko'paytirgan. 4 kilosi ish pul bo'ladi bu. Endi bozorning tez o'ynaydigan narsa. O'rtacha minimum hisobda. Banka payt 10 ming ham bo'ladi. Hop. 2 ming ham bo'ladi. O'rtacha mana 5 ming dan hisoblasa bo'ladi. 4,500. 5 mingdan 10 tonnasi qancha bo'ladi? 5 mingdan 10 tonnasi 50 million bo'ladi. 50 million. Bir oyga 50 million plyus bor ekan. Bor. Va bu yil oyini-ki oy davom etadi. Ha, endi bu pikki bor, ligisi bor. Hosil ligisi o'rtacha hisobda hisobladik. O'rtacha hisobda bir oyda 50 million 10 sotikdan daromad qilsangiz bo'ladi. Qarang, bu 1 yilda bo'ladigan narsa emas, sekin-sekin bo'lib, dehqonchilik sirlarini bilish kerak. Jaloliddin aka, demak, odamlar o'rgandida, mana siz qatori tomorqani, albatta. Pulligini tushunib yetyapsiz-da. To'g'rimi? Kamgina yerdan yaxshi hosildorlik olish. Ertalab nechida tushasiz? 2 soat 5 dan tushamiz, 7 gacha. Ko'rdinglarmi, soat 5 dan 7 gacha odamlar issiqxonaga tushib, mehnatini qilib bo'lyapti. To'g'rimi? Unga isib ketadi. 2 soat qaraysiz. 2 soat kechqurun 2 soat ertalab 2 soat. Mahalladan qanday yordam oldingiz bunga? Kredit ham oldik, ozroq qismiga. Boshqa narsalar. Qancha? 33 million qancha? Ikkita 33 million olganmiz. Ikkita issiqxona 66 millionga bitdi. Aldamang. Qanchada chiqarib yubordingiz? O'zingiz qopladimi? Ha, qoplaydi, albatta qoplaydi. Qanchada qoplashi mumkin mana shu? 1 yilda chiqadi. 1 yilda chiqadi. Rostdan. Albatta. Ko'rdinglar, mehnat qilish kerak. To'g'rimi? Jaloliddin aka. Qovundan rang oladi deb bekorga aytishmaydi. Paxtakordagi odamlar ham qo'ni qo'shnisining topayotgan daromadini ko'rib, harakatga tushib qolgan. Eng asosiysi, paxtakordiklar juda mehnatkash. Ular kunning barakali bo'lishini erta turishda deb bilishadi. Farzandlarini esa doimo mehnatga undaydi. Mohira opa, buni navi qanday? Bu navli jipsi bulg'or qalampiri deyiladi. Juda hosildor, yaxshi. Bir kun teramiz, bir kun termaymiz. 100 kilo 100 kilo boradi. Bugun terilgan kunmi yoki terilmagan kunmi? Yo'q, kecha terilgan, bugun terilmagan kun. Juda ham mehr bilan qarar ekansiz. Ha, bolalarni mehnatga o'rgatyapsiz. Ha, shunday. Mehnat qilgan odam barakasini ko'radi-da. Ha, rohatni ko'ryapmiz, Xudoga shukr. Mana nimalar qilyapsiz endi daromaddan? Daromaddanmi? Uylarimizni remont qildik. Uylarni? Ha, qizlarimizni o'qityapmiz. Katta qizim o'qishda 1-kursni bitirdi. Zo'r-ku. Demak, bemalol farzandlarni o'sha o'qish xarajatlarini, kundalik xarajatlarini qoplash uchun imkoniyatingiz bor hozir. Xudoga shukr, shunday. O'sha ogrodni orqasidan-da. Aslida mana shunday kichik qadamlar katta muvaffaqiyatlarga eltadi. Paxtakorning samimiy odamlari bilan suhbatlashib, ularning bizneslarini kuzatib, kun kech bo'lganini ham bilmay qoldik. 1, 2, 3. Ana, aytdim tuzaladi deb. Zo'r bo'ldi. Shohsanam, endi qaysi mahallaga? Bizni kuzatib boring. O'zbekiston 24 telekanalining Eshitdingizmi dasturi sizning mahallangizga borish mumkin. Ketdik.